Do'stlar, bu videoni like bosib, qo'llab-quvvatlab, podelitsiya qilib, o'zlaring tushunmagan narsalaringni kommentariyaga yozib, videoni reytingga chiqarib yuboringlar. Hali bunaqasi bo'lmagan O'zbekistonda. Men sizlarga aytganimda, Afg'oniston 40 yildan beri kavrak kesadi desam ishonmaysizlar. Assalomu alaykum. Akalar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Sizlarga o'zbek xalqiga kavrakni mukammal tushuntiraman deb Afg'oniston Islom Respublikasiga kavrak sohasini to'g'ri o'stirishdi, to'g'ri parvarish qilishdi va ko'p hosil olishdi video qilish uchun Mazor Sharifga, birinchi kun Mazor Sharifga, ikkinchi kun Shibirg'on viloyatiga keldim. Mana bu ko'rib turgan poliyalaringda aka o'zingiz ayting, necha million dona kavrak ekkansiz? Bizlarga bir 7 million 8 million kavragimiz borda. Assalomu alaykum. Abdulatif aka. Yaxshimisiz, salomat, tinchmisiz? Xush kelibsiz, rahmat. Keling. Aka, avvalambor mehmon do'stlik uchun juda katta rahmat aytaman. Shu o'zbek millatiga shu kavrak sohasini shu bugungi videoda manfaatli qilib, shoshmasdan, dona qilib tushuntirsak, o'shani orqasidan o'zbek millati shu kavrak sohasini o'rganib, yaxshilab o'rganib foydalansa, foyda ko'rsa, to'y qilsa, o'g'lini, qizini chiqarsa, bizdan shu videomizdan manfaat topib, ertaga baraka topsa, Xudo bizga ajrini beradi. Endi akajon, sizni men tanishtirib o'taman. Bu kishi Abdulatif aka, o'zlari Afg'oniston Islom Respublikasida tug'ilib o'sgan. Bizning sherigimiz. Aka, nechanchi yil tanishganmiz o'zimiz? Obijon 10 yildan beri tanishib qolganmiz-da. Birinchi borgansiz, o'zingiz Dehqonobodga borgansiz. Dehqonobodga borganman, o'sha yerda nimalaringizni ko'rib, videolarni ko'rib, YouTube'larni ko'rib, ikkalamiz tanishganmiz, uchrashganmiz. Mana Alloh nasib qilgan ekan, Afg'onistonda rizqini yeyishlik bizga nasib etgan ekan, biz keldik. Ana endi biz shoshmasdan dona qilib videoni tushuntiramiz. Video olish jarayonida o'sha kavrakni qanaqa kardonlanadi, qanaqa parvarish qilinadi, yer qanaqa bo'lishi kerak, qanday kesiladi, buni keskichlari qanaqa foizga ishlab kesadi, hammasini tushuntiramiz. Yuring ustalarning oldiga boraylik, o'sha yerda yana davom ettiramiz. Obijon keling. Yo'l-yo'lakay aka, men sizga savol berib ketaveraman, siz javob berib ketaverasiz. Xo'p, obijon. Siz faqat aka bizga bir boshidan o'rgating. Shoshmang, mayli, yarim soat bu 30 minut bo'ladimi, 40 minut bo'ladimi, buni qism qilib YouTube'ga qo'yib boramiz aka. Tushunarli obijon, bo'ldi, gap yo'q. Birinchi savolim, yerimiz qancha umumiy maydoni? Xo'p. Mana shu yerda aytyapsiz. Aha, mana shu yer. Bu yerda 100 gektardan ko'p-da bu yer. Aha. Bizga 7 million dona kavrak ekkanmiz. 7 million donani nechtasi hozir ishga tushgan aka? Hozir 1 milliontasini o'ryapmiz obijon. 1 milliontasidan hosil olyapsizlar, ha? 3 yil bo'ldi mana shu. Eshityapsizlarmi aziz obunachilar? 7 million dona ko'chat ekkansiz, ha? Aha, 7 million dona ko'chat ekkanmiz. Bu yil 1 millionni kesyapmiz. 1 millionni kesyapsizlar. Nechta odam kesyapti? 100 ta odamimiz bor obijon. 100 ta odam kesyapti. Kesyapti. Mana bu yerda joylarini ko'rsataman sizga. Men o'zim hozir endi bu yerda hamma mana bu yerda qaranglar, mana. 2 ta odam, hayla 3 ta odam, qaranglar. Mana 4 ta, 5 ta, mana. Qaranglar, bu yerda 2 ta. Mana shu yerda o'zida 10 ga yaqin odam ishlayapti. Ana endi qaranglar, mana. Mana bitta odam. Mana joy kattaligi uchun hamma odamlarni bir joyga to'plashning iloji yo'q. Obijon, naryoqda qarang, tepalikda tagiga. Oy, mana tepalikda tagida agar ko'rinsa. Mana shu yerda ham odamlar ishlayapti. Bu yerda ham 10 ga yaqin odamlar bor. Mana bu yerda o'zi asli chaylasi bor ekan. Mana shu chaylada hozir videosini ham qo'yib ketaman. 90 ta odam meni o'zim sanadim. 90 ta. Ko'ryapsizlarmi? Aka, Afg'oniston necha yildan beri kavrak sohasida biznes qilib keladi? Bizlarda obijon Afg'onistonga 40 yildan beri odamlar shu kavrak bilan zanimatsa qiladi. Kavrak bilan 40 yildan beri zanimatsa qiladi. 40 yildan ham ko'p bo'ldi obijon. To'g'ri aytasiz. Nimaga desangiz, O'zbekiston 2000-yildan beri kavrak kesadi. Birinchi kavrak kesishni o'rgatganlar afg'onlar bizga. Bizlardan ketgan naryoqda. Biz afg'onlardan o'rganib, keyin mustaqil o'zimiz kesishni o'rganib ketganmiz. Haqiqatan ham. Bizdan ham 20 yil
yil, даже 15 yil sizlar oldin boshlagansizlar. Haqiqatdan ham, Endi akajon bunday qilaylik. Ko'rayotgan tomoshabinlarga zerikarli bo'lmasligi uchun afg'on ustalarini kesib turgan, kavrakni kesib turgan joyiga boraylik. Yuring. Bo'ldi obujon, keling, Yuring. bemalol siz kelib ko'rasiz-da. Mana aziz obunachilar, kavrak biznesni Afg'onistonda bo'lib turgan holatini sizlarga ko'rsatyapman. Nima maqsadda? Manfaatli bo'lsin. Ertaga o'rganinglar shu sohani. Bu sohani kelajagi bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hormanglar. Salomat. Aka, nechta pichog'ingiz bor? 4 ta. 4 ta. Nechtasi kesadigan, nechtasi shirgir? Ikkitasi kesadi, ikkitasi kesmaydi. Ikkitasi shirgir, a? Shirgirak. O'zingiz aka Shibirg'ondanmisiz? Men o'zim Samangandanman. Qayerdan? Samangon, boshqa viloyat. Qayerda u? Samangon bu yoqdan, Hayraton tomoniga bu yoqdan. Afg'onmisiz? O'zbekman. Yo'q, millat o'zi Afg'onistonda yashaysiz, a? Afg'onistondanman. Afg'onda tug'ilganmisiz? Afg'on o'zbeksiz, a? O'zbekman. Necha yildan beri kavrak kesasiz? Hing bad bo'y. 10 yildan beri. Qo'yil, ismingiz nima? Mamatevaz. Bu yigit o'g'lingizmi? O'lima. Hozir nima? Bulpatak, suv. Bu do'lakda nima bor? Bunda shir bor. Ko'rsating aka, ochib ko'rsating bizga. Men aka O'zbekistondanman, Dehqonoboddanman. O'zbekistondan Dehqonoboddan mana shu kavrak sohasini ko'rsataman xalqimga deb keldim mana telefon ko'tarib. Mana. Bu donaga bu. Dona. Original dona. Dona. Mashalloh. Uni ham ko'rsating. Aka, kuniga qancha yig'ishtirasiz? 2 kilo. Bir Bir kunga bir o'zingiz 2 kilo. Hozir bu dona bo'lgan, ha? Dona bo'lgan. Mashalloh. Kuniga 2 kilo yig'asiz, aka? Mana bu qayrog'ing, ha? Qayrog'imiz. O mashalloh. Bundan iloji bo'lsa O'zbekistonga biz olib ketamiz. Qoyil. Mana bu. Bir kishida 2 ta qayroq mana. Mana 2 ta qayrog, mana bu daskalar. Daskalasini ham bir qarang. Daskalarni ham bir ochib ko'rsating. Do'stlar, bu videoni like bosib, qo'llab-quvvatlab, podelitsiya qilib, o'zlaring tushunmagan narsalaringni kommentariyaga yozib, videoni reytingga chiqarib yuboringlar. Hali bunaqasi bo'lmagan O'zbekistonda.